Mayli, savoliga qaytamiz. Qishloqi masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuncha vaqtdan beri artefakt men edim, to'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va to'g'ri tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak, qishloqqa esa Bu ham men edim. Bilasizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam umid qilamanki hafsalangiz ko'p bo'lmadi. Tan rostdan ham men umuman hazillashayotganim yo'q. Shuncha vaqtdan beri artefakt va qishloqni necha qo'yib turib bor edi. Bir pishyaptimi, yo'qmi, yeriyaptimi? O'sha o'ylab topdim, esha. Gravitatsiya